Bilasizmi, qizilo'ngach stenozi ba'zan ovqatni yutishda shunchaki qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin bu hayotga xavf solishi mumkin bo'lgan holat bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun qizilo'ngach stenozi haqida gaplashamiz. Qizilo'ngach stenozi bu qizilo'ngachning ichki yo'lining torayib ketishi. Bunga asosiy belgisi ovqatni yutishda qiyinchilik tug'dirishi. Dastlab avval faqatgina qattiq ovqatlarni yutish qiyinchilik tug'dirsa, keyinchalik esa suyuq ovqatni ham yutish qiyinlashib boradi. Bu vaqt o'tgan sari u og'irlashib boradi. Hattoki suv ichish ham oxiri bosqichlarda qiyinchilik tug'dirib qolishi mumkin. Eng ko'p sabablari bu oshqozonning o'sha jig'ildon qaynashi deb reflyuks kasalligi, kimyoviy kuyish, uksus yoki qaynoq ovqat yoki qaynoq suv yoki o'tkir, masalan, uksus, sirka, yana nima bo'lsa, shunga o'xshagan kuydiruvchi mahsulotlarni ichib yuborish, bundan tashqari o'smalar va operatsiya yoki nurlanishdan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Bemor ovqat yeganda tiqilib qolgandek his qiladi o'zini, ko'ngil aynishi, qayt qilishi, ko'krak orqasida og'riq bo'lishi mumkin va bemor ozib ketadi. Chunki ozgina ovqat yeydi, lekin qorin to'ymaydi, lekin tomoqdan o'tmaydi. Tashxis qo'yish uchun endoskopiya tekshiruvi va rentgen tekshiruvi kontrast modda bilan birgalikda amalga oshiriladi va unda rentgenda qanchalik toraygan yoki qaysi qismi torayganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Davolash esa buni sababi va darajasiga bog'liq bo'ladi. Eng ko'p qo'llaniladigan usul bu qizilo'ngachni kengaytirish, ya'ni dilatatsiya usuli hisoblanadi. Agar davolanmasa ovqat o'tmay qolishi va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Davolashni esa keyingi videoda gaplashib o'tamiz. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.